Mana bitta obyektga keldik. Hozir обновление qilishimiz kerak. Hop. Serverda proxy server va file serveri bor. VMware ida ishlaydi, virtualizatsiya qilingan. Shu VMware'ni yangilash kerak. Hozir boshlaymiz. Hop, nega 8 emas, nega 7-versiyani обновление qilyapsizlar degan savolga javob quyidagicha. Server o'zi, fizический server o'zi eski model. Oxirgi поддержка qilingan VMware versiyasi bu 7-versiya hisoblanadi. Shuning uchun majburimiz 7 ni qo'yishga va 7 dan eng oxirgi 7-versiyaga обновление qilishga. Hop, 7.0 versiyadan 7.03 gacha ko'tarildi, ishga tushdi. Endi virtual avtomatik ishga tushadi. Ozgina pauzadan keyin hammasi joyida. Shu bilan ishimiz tugadi.